Davom etamiz. Farg'ona viloyatining Qo'qon shahrida ustoz murabbiylar, ota-onalarning birdamligi, hamjihatligi sabab o'quvchi yoshlar uchun qo'shimcha yangi maktab binosi bunyod etildi. Hozir shu haqda. Qo'qon shahridagi 7-umumiy o'rta ta'lim maktabi jamoasi open byudjet loyihasida faol ishtirok etib, o'z tashabbusi va birlashgan jamoasi bilan katta yutuqqa erishdi. Ular loyiha doirasida 1 milliard 500 million so'mlik mablag'ni qo'lga kiritdilar. Ushbu mablag' evaziga esa zamonaviy, keng va yorug' 2 qavatli 150 o'rinli yangi maktab binosini bunyod etdilar. Maktabimizda qo'shimcha yangi o'quv bino uchun ehtiyoj bor edi. Biz maktab jamoasi, ota-onalar, mahalla birgalikda shu maslahatlashib open byudjetda qatnashishga harakat qildik va yutib olib, mana bugungi kunda bizga yangi chiroyli o'quv binosi bitkazib topshirilyapti. Bu o'quv binoda hozir 2-navbatdagi sinflarimiz 1-navbatga o'tkazildi. Maktabda o'quvchilar koeffitsiyenti demak navbatliligi qisqardi. Yangi o'quv binomizda musiqa xonasiga ehtiyoj bor edi. Yangi musiqa xonasi, matematika xonasi, geografiya, tarix hamda rus tili xonalari tashkil qilindi. Mana shu bizga yaratilgan imkoniyatlarga biz prezidentimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Yangi bino barcha zamon talablariga to'la javob beradi. Sinfxonalar zamonaviy mebellar, o'quv qurollari bilan jihozlangan. Har bir xona yorug'lik va qulaylik jihatdan o'quvchilarga katta imkoniyat yaratdi. Kayfiyatlarimiz juda ham a'lo. 7-umumiy o'rta ta'lim maktabimizga katta yangi bino tushgani uchun biz prezidentimizga kattakon minnatdorchiligimizni izhor etamiz. Biz buning uchun minnatdorchilik sifatida yaxshi o'qishga, yaxshi farzandlar bo'lishga va'da beramiz. Alohida e'tibor esa imkoniyati cheklangan bolalar uchun yaratilgan shart-sharoitlarga qaratilgan bo'lib, binoda ular uchun maxsus lift ham o'rnatilgan. Yangi binoning tantanali ochilish marosimida Qo'qon shahar hokimi ham ishtirok etdi. Tadbir davomida hokim yurtboshimiz tomonidan ta'lim sohasiga berilayotgan e'tibor haqida so'z yuritib, o'qituvchilar va o'quvchilarni yangi bino bilan tabrikladi. Shundan so'ng ramziy lenta qilib, ishtirokchilar yangi binoda yaratilgan qulayliklar, zamonaviy sinfxonalar, musiqa xonalarini ko'zdan kechirdilar. Bugun 7-maktab jamoasi o'z mehnati va tashabbusi evaziga ta'lim sifatini yanada yuksaltirishga, yosh avlodni bilimli, yetuk shaxslar qilib tarbiyalashga qadam qo'ydi. Bu yangilik open byudjet loyihasining haqiqiy samarasidir. Chunki buning ortida xalq tashabbusi, o'qituvchilarning fidoyiligi va o'quvchilarning ertangi kunga bo'lgan ishonchi mujassamdir. Elyor Ahmedov, Zamon informatsion dasturi uchun Farg'onadan.